Qizlar, insulinni qaranglar, rezultatni qaranglar, вообще yuqori, haddan tashqari yuqori. Bunaqa holatda nimalar bo'ladi bilasizlarmi? O'zi birinchi insulin oshganda nima belgi bo'lishini aytaman sizlarga. Qorinda yog' yig'iladi, doimiy ochlik, shirinlikka tortadi, charchoq, uyquchanlik, gormonlar buzilishi boshlaydi, jigari yog' bosadi, metabolizm sekinlashadi. Bunaqa holatda men dietolog sifatida 5 ta biofaol qo'shimchani ichishni tavsiya qilaman. Bu birinchisi albatta xrom bo'ladi. Chunki xrom ishtahani pasaytiradi, shirinlikka bo'lgan ehtiyojlarni pasaytirib, insulin sezgirligini oshirishda yordam beradi. Undan tashqari, albatta inazitol tavsiya qilaman, chunki insulinni tushiradi, o'sha tuxumdon polikistozlarini ham davolashda yordam beradi, hay sikllarni ham o'z normasida kelishga yordam beradi. Undan tashqari omega 3 yog' kislotasi bu tanadagi yallig'lanishlarni kamaytirgani hisobiga insulin normaga tushishni boshlaydi, ya'ni sezgirligi oshishni boshlaydi. Va magniyni tavsiya qilaman, chunki magniy insulinni tushirib, stressni kamaytirib, uyquni yaxshilashda yordam beradi va eng asosiylaridan bittasi vitamin D. Chunki aynan vitamin D tanada past bo'lsa ham insulin ko'tariladi. Uni ko'tarilganini tushirish uchun albatta vitamin D ni normaga keltirishimiz kerak bo'ladi. Qizlar, ko'rdinglarmi? Mana shunaqa kombinatsiya bilan insulinni tushirsanglar bo'ladi. Va avvalambor esingizda bo'lsa, insulinni pitaniyani to'g'rilab va unga qo'shimcha ravishda mana bu biofaol qo'shimchalardan olib ichsanglar bo'ladi. Ikkalasi birgalikda parallelni chiroyli natijaga erishishingizga yordam beradi.